Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'zchilangar jamoasining navbatdagi kuni. Navbatdagi buyurtmamiz asosidagi sapok kacholimiz yasab taqdim qilindi. Video boshida eslatib o'tamiz. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahrida o'z faoliyatimizni olib boramiz. Quyidagi ko'rinishdagi har xil turdagi, har xil quvvatdagi isitish qozonlarini buyurtma asosida yasab berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Shu jumladan kachollarimizni dastlabki xizmatini ham o'z zimmamizga olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi videomiz qahramoni quyidagi ko'rinishdagi sapok kacholimiz. Bu kacholimiz 25 kilovat quvvatga ega, 250 metr kvadrat joyni qizdirish quvvatiga ega holatda yasab taqdim qilinadi. Video davomida qaysi ko'rsatkichlar asosida aynan mana shu kacholimiz 25 kilovat quvvatga ega ekanligi haqida ham to'liq texnik ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xo'p, kacholimizga ishlatilgan mahsulotlar 3 mm qalinlikdagi rossiyskiy горячий listlardan yasab taqdim qilindi. Kacholimizda ichki, sirtki devorlari qalinligi hamma joyda 3 mm qalinlikdagi listlardan foydalanganmiz. Ushbu kacholimizda teplobmenik o'rnida 32 mm diametrdagi turbalardan foydalanganmiz. Klassniklari o'rnida ham aynan shu 32 mm diametrdagi turbalardan foydalanganmiz. Ya'ni bilamizki, kachollarni klassnikida ba'zi holatlarda chugundan foydalanadi, ba'zi holatlarda vodinoy, ya'ni bizning holatimizdagiday suvli klassniklar qo'yiladi. Ma'lumot o'rnida ichki holat bo'yicha ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, ichki ko'rinish kacholda mana shu ko'rinishda, mana ko'rishimiz mumkin. Ko'mirxona sig'imi bu yerda 30 kilogacha ko'mir olish imkoniyatiga ega bo'ladi kacholimiz. Mana bu yerda vodinoy klassniklardan iborat, ya'ni kim cho'g' qizigan holatda turbalarga tegib turgan vaqtda mana shu cho'g'ni issiqligini ham turbalarimiz o'ziga qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni bu kacholga qo'shimcha KPD bag'ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Kacholning eshiklari 2 qavat, ruchka kruchok hamda mana bu ko'rinishda legirovka qilish imkoniyatiga ega holatda kachollarimizda eshiklari yasab taqdim qilinadi. Bu kacholni pastki qismida kuldoni bo'ladi. Kachol polavtomat holatda ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni bu kacholimiz ham elektr energiyaga bog'liq holatda, ya'ni aqlli ravishda ishlaydigan vaqtda ulitka va termostatga bog'liq holatda ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni elektr energiya bo'lmagan holatda, ko'rib turganimizdek kuldonni tortib qo'ygan holatda tabiiy holatda kislorod bilan ta'minlaymiz kachol ichini va kacholimiz samochok holatda ham ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni kim elektr energiyaga bog'lanmagan holatda plastik uslubda ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu kacholimiz buyurtma asosida maxsus yasaldi, ya'ni mana shu ko'rinishda kacholimiz tayyor holatda sotiladi, faqat oldida yoki bo'lmasa orqa tarafda tozalash eshigi o'rnatiladi. Bu kacholimizda maxsus buyurtma bo'ldi. Tozalash eshigini yonboshga qo'yib berishimizni so'radilar. Buyurtmachimiz mana shu holat bo'yicha mana kacholimizni teplobmeniklarimizni tozalaydigan eshigini yonboshiga o'rnatib berish imkoniyatiga ega bo'ldik. Teplobmeniklarimiz 20 dona 32 mm diametrdagi turbalardan tashkil qilingan. Devorlari qalinligi aytib o'tdim 3 mm qalinlikka ega. Ana shu teplobmeniklarni mavsum davomida yoqilgan yoqilg'i sifatiga bog'liq holatda tozalash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Teplobmeniklar qancha toza tursa, kacholda issiqlik qabul qilish holati yaxshi bo'ladi va kachol KPDsi baland holat bo'yicha ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, texnik holati bo'yicha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, savol kelib tushishi mumkin. Nimaga asoslangan holatda bu kachollar kilovati aynan bu kacholda 25 kilovat, aytaylik, orqa fonda turgan kachollarimiz 30 kilovat, 40 kilovat, 50 kilovat, 60, 80, 110 kilovat quvvatdagi kachollar holat bo'yicha ma'lumot berilyapti degan savolga aniq javob berishga harakat qilamiz. O'zchilangar jamoasi aniq faktlarga asoslangan holatda, ya'ni jahon standartlari va me'yorlariga asoslangan holatda kachollarni yasash imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi mana shu kacholimiz holati bo'yicha tushuntiradigan bo'lsak, bu kacholda ishlatgan turbalarimizni umumiy yuzasi, ya'ni bu yerda turbalarga taqriban ishlatilgan yuza 1 metr kvadratni hosil qiladi. Kacholni ichki hosil qilingan yuzalari mana eshigini ochib ko'rsatdim. Ichkarida issiqlik ta'sir qilib chiqib ketadigan yuza listlarimizni hisob bo'yicha 1,2 metr kvadratni hosil qiladi. Jami kacholning ichida hosil qilingan issiqlik qabul qiluvchi yuzasi 2,2 metr kvadrat yuzani hosil qiladi. Xuddi shu formula holat bo'yicha bu kachollarda ham aytaylik, istalgan gazoviy kachollarimizda, istalgan ko'mir kachollarimizda ichkarida
ma'lum massaga ega holatda ko'mirxona hosil qilinadi va bu ko'mirxonaga mos holatda issiqlik qabul qiluvchi yuza hosil qilinadi. Aytaylik, mana bu sapok kacholmizda 25 kilovat quvvat bor. Bu kilovat quvvati endi nimaga asoslanib chiqadi? Mana kachol ichida 30 kilo ko'mir sig'imi va 2 metr kvadrat issiqlik qabul qiluvchi yuza hosil qilingan. Jahon standartlari reglamentdagi asosan kacholda 1 metr kvadrat yuza hosil qilinsa, ichkarida issiqlik qabul qiluvchi yuza hosil qilinsa, kacholda yasalish strukturasi juda past holatda, ya'ni issiqlik qabul qilish imkoniyati past holatda yasalgan kachollarda 1 metr kvadrat yuza 8 kilovat quvvat beradi. Agar kacholda normativ asosida issiqlik qabul qiluvchi yuzalar hosil qilingan bo'lsa, ya'ni bizning holatimizdagidek trubalar terilgan bo'lsa, issiqlik tezda kachol ichini tark etish imkoniyatiga ega bo'lmasa, bu holatda 12 kilovatgacha quvvat berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni kim bu kacholda o'zi 2 metr kvadrat yuza hosil qilingan bo'lsa, minimum bu kacholimiz 18 metr ya'ni 18 kilovat quvvatga ega, ya'ni 180 metr kvadrat joyni qizdirish quvvatiga ega bo'ladi. Minimum holatda, normal holatda bu kacholimiz 26,5 kilovat quvvatga ega bo'lyapti. Biz 25 kilovat deyamiz. O'zbekiston sharoitida bu kacholimiz 30 kilovatgacha quvvat berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni 300 metr kvadratgacha bo'lgan hududni qizdirish quvvatiga ega bo'ladi. Shu formula asosida qolgan kachollarimizda ham demak issiqlik qabul qiluvchi yuza hosil qilinadi va unga mos ko'mirxona sig'imi hosil qilinadi. Hurmatli kuzatuvchilar, o'ylaymanki, bu hozirgi bergan ma'lumotimiz mana shu kachollarimizni qanday holatda quvvati belgilanishi va qanday holatda mana bu shaklga kelishi va yasalishi haqida to'liq ma'lumot bera oldik degan umiddaman. Xo'p, bugungi kunda bu kacholimiz narxi buyurtma asosida 7 million so'mga yasab taqdim qilindi va shu narx ichida bu kacholimiz dastavka qilib berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ya'niki nafaqat Qashqadaryo viloyati, butun O'zbekiston bo'ylab vaholanki vodiydan tortib bizga eng uzoq bo'lgan nuqtalar bu Xorazm, Qoraqalpog'iston Respublikasigacha mana shu kachollarimizni aynan shu narx ichida dastavka xizmati bilan amalga oshirib berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Kachollarimiz yasab bo'lgandan keyin sinash bosqichidan o'tadi. Ichiga suv solgan holatda 3 atmosfera davleniya ostida, bosim ostida sinab, keyin kachollar sotuvga taqdim qilinadi. Ma'lumot o'rnida kachollarda 85 vatli ventilyator qo'yilgan va oddiy relay qo'yilgan, termostat qo'yilgan. Mana shu termostat bilan ulitkamiz ikkalasi kombinatsiyasi asosida kacholga aqlli rejimda ishlash imkoniyatini hosil qiladi. Ya'ni keyin bir zapravkasida 30 kilogramm ko'mir solsangiz, mana shu ko'mirni kerakli haroratga qo'ysangiz, aytaylik 60 yoki 70 gradusga, 70 gradusga olib chiqib o'zi o'chadi va sovuganda yana qo'shish holati bo'yicha ma'lum, aytaylik 6 soatdan 10 soatgacha bo'lgan yoki 12 soatgacha bo'lgan holat bo'yicha ko'mirda kaloriyasiga, ya'ni yoqilg'ini kaloriyasiga bog'liq holatda aqlli ravishda avtomat rejimda o'zi yoqib berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi videomiz mana shu ma'lumotlardan iborat edi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.